Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, pedofillar haqida ozgina gapirib o'tmoqchi edim. Ya'ni o'sha O'zbekistonning turli joylarida, turli vaqtlarda so'nggi 3 oy yoki 4 oy davomida juda ko'p bunaqa voyaga yetmagan shaxslarni zo'rlash yoki ularga qanaqadir tajovuz ko'rsatish, shunga o'xshagan juda ko'p holatlar kuzatildi. Buni ommaviy axborot vositalaridan ham o'zlaring guvoh bo'lgan bo'lishlari mumkin. Xo'sh, mayli o'sha qanaqadir nafsini qondirish uchun o'sha yomon yo'lga yuradigan bo'lsa, o'shanaqa yo'lda yuradigan ayollar, spesialni o'shani ichida bo'lgan insonlar borda. O'sha fahshni ichida bo'ladigan insonlar bor. Именно lekin yosh qizcha, misol uchun 3-sinf qizchasi 10 yosh, 11 yosh bo'lar ekan, 3-sinf qizcha. Unda nima shakllangan? Undan nima olmoqchi? Nima mazza qiladi undan? Qanday aqlga sig'maydigan ish. Yana o'sha ish bilan qamalib, 14-13 yilga qamalib, qamoqdan qochib yana o'sha ish qilyapti. To'g'ri, hamma gapirib chiqyapti buni, hamma gapirib chiqyapti. Lekin o'shanga bir qanaqadir yechim ko'rishimiz kerak-ku. Turli xil davlatda turli xilcha, har xilcha amaliyotlar qo'llanilar ekan bu soha bo'yicha. Psixologik tomondan qarayotgan bo'lsak, именно shu holat yoki shunga o'xshash holatlarga 90-93% pedofillar, ya'ni o'sha yosh bolalarga o'zini o'sha zo'ravonlikni o'tkazadigan shaxslar bu holatni qaytarishi o'sha 90% dan yuqori. Ya'ni jazolangan taqdirda ham bu holatni qaytarishi 90% dan yuqori. Shuning uchun pedofillar o'sha qo'shtirnoq ichidagi zo'ravonlarga o'zlariga yarasha chora ko'rsa juda ham yaxshi ish bo'lar edi.